Leapmotor S16 2026 modellarini so'radinglar akalar. Mana endi shu mashinani eksport qilishga ruxsat tegdi. Qarshida turgan ushbu mashina bu 2026 modelli S16 ni 3-pozitsiya gibridi bo'lib, yili ham ishlab chiqarilgan yili ham 26-yil. Agar bunaqa mashinalardan bir qancha zavoddan o'zidan olyapmiz akalar. Zavoddan kelishga 15 kun ketadi, chegaragacha, chegaradan bu yoqqa ham 15-20-25 kun ketishi mumkin. Qisqasi ushbu mashinani Toshkentga yetkazib berishimiz $23,000 tashkil qilyapti akalar. Rasta moshkasiga agar 7,5 ming ketadigan bo'lsa, qo'lingizga 30,500, ya'ni 31,000 ga bormasdan 26 model gibrid infulini dop opsiyalari bilan 2026-yilda ishlab chiqarilganini sotib olishingiz mumkin. Agar qiziq bo'lsa, pastda raqamlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib buyurtma berishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, Leapmotor S16 olmoqchilarga olg'a.